emas. Habijamonlar. Bitta odam qoldi. Kim ekan? Qosim qoldi. Yo, juda yomonlamadi. Ha. Har zamonda kechga qolyapti dedi. Eshitmamasa, eshitib bo'lgandan keyin aytaman. Nima qilishim? Nima ekanini aytdim. Aytdi senga, men aytdim menga, aytdi. Sizlarga haqiqat kerakmi? Ha? Nima qil? Ayting-ku. Bizga tushib direktorga ayting-ku, kechga qolyapti, bizni kutib qolyapmiz deding-ku. Mana yuziga ayt, yo'qolasa orqadan gapirib. Mana ko'rdingmi? Mana ko'rdi. Sizlar shunaqasiz, har doim kechga qolasiz. Tomoshabinni kutib qo'yamiz. Uyda biza boshlanmay o'tiramiz. Ha, shunday.